turmush o'rtog'im bilan urushib qolsak, ko'chaga chiqib ketadilar. Bir o'zim yomon kayfiyatim bilan qolib ketaman. Shu holatda nima qilsam bo'ladi? Sizga hozir shunaqa bitta zo'r texnika beraman. Buni o'zim ham qo'llaganman. Urush janjal payti emas, aynan tinch, sokin paytingiz turmush o'rtog'ingizga ayting. Adasi, emotsiyaga berilgan paytim, siz bilan sporlashib qolganimizda yoki jahlim chiqqanda har qanday jahl ustida gaplarni gapirsam, iltimos shuni unutmangki, hattoki o'sha paytda ham siz men uchun eng yaxshi inson bo'lasiz va o'sha paytda ham men sizni sevaman. Iltimos emotsiyaga berilgan paytim meni ko'zlarimga qarang va shu haqida eslang. Agarda holat o'zgarsa va meni sizga bo'lgan tuyg'um o'zgarsa, men sizga albatta bu haqida aytaman. Toki aytmagunimcha, biling, jahlim chiqqanda ham sizni yaxshi ko'rayotgan bo'laman. Ishoning, bu gaplarni eshitish har bir erkak uchun juda ham muhim.